Assalomu alaykum barcha yurtdoshlar, tomoshabinlar, Jizzax Begom's kanalining qadrli obunachilari. Xudo xolasa videoni o'tkazib yormaymiz. Begom's bizning qilayotgan akukalarimiz Jizzax territoriyasidagi bizning shogirdlarimiz kimda mana shunaqa Begom'slar bo'ladigan bo'lsa, hozirgi vaqtda tayyor, elangan yoki elanishga tayyor Begom's bo'lsa, bizga tez aloqaga chiqishingizni so'rab qolamiz. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, xudo xolasa batafsil tushuntirib o'tamiz. Yurtdoshlar, videoni oxirigacha ko'ramiz. Begom'sga hozir katta ob'yomda zakaz olganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, kimda sotilmay turgan Begom'slar bo'ladigan bo'lsa, 1000 so'mdan 1,5 minggacha Begom'slarni xudo xolasa o'tkazishga yordam beramiz. O'rtacha 1200-1300 atrofida Begom's olyapmiz hozirgi vaqtda. Kimga qiziq bo'lsa, kim sotilmay turgan Begom's bo'ladigan bo'lsa, ya'ni sifatli darajada tayyorlangan Begom'slar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana hozir shu kecha kunduzda yangi boshlamoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga ham tavsiyalar berib qolamiz, chunki mana shunaqa oddiy ishlatilmay turgan joylar bo'lsa, ishlatilmay turgan yerlar bo'ladigan bo'lsa, bu joyga masalan mana shu molni go'ngidan tashlab, mana shunaqa oddiy molni go'ngidan tashlab bemalol Begom's tayyorlashlar mumkin. Sotuvlar haqida umuman o'ylanish hojati yo'q, chunki hozirgi shu kecha kunduzda dehqonlarimiz salkam 100% holatda Begom's o'g'itidan o'sha ekinlarga beryapti. Hozirgi vaqtda umuman Begom's qolib ketayotgani yo'q. Yozda ham mana talab zo'r bo'lyapti, kuzda, qishda farqi yo'q. Faqat qishda sal sekinlashish mumkin. Qolgan 3 ta faslda talab bir xil, xudo xolasa, zo'r bo'lyapti. Biz ham xudo xolasa bundan tashqari yana bitta joyimiz bor. Yana bitta joyda xudo xolasa yaqin shu kecha kunduzda, yaqin kunlarda u joyimizga xudo xolasa o'sha go'nglarni tashlab, cho'lchalarni o'tkazib, yana bitta joy ochyapmiz xudo xolasa. Kengaytiryapmiz. Boya aytib o'tganimdek, kimda Begom's bo'ladigan bo'lsa, mana shu hafta 10 kun ichida aloqaga chiqsin, xudo xolasa katta ob'yomda 200 tonna ob'yomda Begom's olganmiz, zakaz Begom'sga. Endi yangi boshlamoqchi bo'lib turgan akukalarimizga ham tavsiyalarimiz, bemalol boshlashlari mumkin. Umuman qo'rqish kerak emas. Begom's xudo xolasa qolib ketmaydi. Har yil xudo xolasa sotilib kelyapti. Mana bizda ham Begom'larimiz tayyor bo'lgan. Bizda unaqa ob'yom yetmaydi. 100% holatda Begom'larimiz tayyor. Qop-qora bo'lib tayyor bo'lgan, lekin ob'yom sal kichkina qilyapti. O'shaning uchun shogirdlardan bizga o'sha Begom's tayyorlab sotadigan akukalarimizga bu video taalluqli bo'ladi ko'proq. Keyin yangi boshlamoqchi bo'lgan akukalarimizda mana shu videoni ko'rib, xudo xolasa bemalol boshlashlari mumkin. O'zim sotib olamiz xudo xolasa Begom'slarni ham. Muammosi yo'q. Kaliforniya qizilong'uch o'lchamlarida masalan sotuvda bor, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Dastlabkasida O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Mana hamma joyi bir xil tayyor bo'lgan Begom'simizni. Cho'lchanglarga keladigan bo'lsak, nariqdagi ikkinchi joyimizdan, zishligi zo'r joydan xudo xolasa sotuvlar amalga oshirilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.